Baqara suresi tafsiri 229 oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Baqara suresinin 229. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah. Qayta yarışıqı boladigan talaq iki qitimdir. Uningdan keyin xotinini chiroyli tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib o'tishi lozim. Allah'ның belgilemeleriga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tmaslik, Allah belgilagan er xotinning huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mehr uchun bergan mol mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni er ayolning Allah'ның belgilemeleriga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloq xetini ilish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni er xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allah'ның belgilemeleridir. Onunğa xiloflik qilmanglar. Allah'ның belgilemeleriga xiloflik qiluvchilar zolimlardir. Agar uni, ya'ni xotinini 3 qitim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmigicha uningga durust bo'lmaydi. Keyingi er uni taloq qilgandan keyin iddatini to'shqizib, burunqi er bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilemelariga rioya qila oladiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilemelaridirki, Allah uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga fahm etadigan qavm uchun bayon qiladi. Taloqning 3 ga qisqartirilganligi va qayta yong'ili bo'ladigan va yong'ili bo'lmaydigan taloqning bayoni. Bu oyat İslam dininin başlarındaki bir kişi ayalını 100 qitim talaq qilsa-mı, o ayal iddetinin içinde de bolsa, o kişi onunla yeni alalaydigan adetini emelden kaldırdı. Bundak bolganda ayallarga ziyan boladiganlığı üçün Allah ularning talaqlarını 3 ga qisqartdi. Allah birinci ve ikinci qitimlik talaqda yenişishga yo'l qo'ydi ve 3. qitimlik talaqda faqat yong'il bo'lmaydiganlikni bayon qildi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: qayta yarishishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir. Abu Davud İbn Abbas radıyallahu anhumaning taloq qilingan ayollar 3 hayz o'tkicha iddat tutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishindikan, bachchidanlardagi Allah yaratgan narsani, ya'ni bolani yoki hayzni yo'shirishi durust emas degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi ayolini 3 qitim taloq qilib etsa-mu, uningga yenish haqqi bor edi. Ondan Allah u hukmni amaldan qoldirib mundaq dedi: qayta yarishishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir. İbn Abu Hatem Urvaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi ayoliga: men seni hargizmi qo'yib bermayman va sen bilan hargizmi bir yerda bo'lmayman dedi. Ayoli: u qandoq ish deb so'radi. Eri: seni taloq qilaman, iddating tugay deb qolganda sen bilan yenishiman, ondan yana taloq qilaman, yana iddating tugay deb qolganda sen bilan yenishiman. Bu ishni to'xtamay qilaman dedi. Bu chaqda taloqning cheklimasi yo'q bo'lib,
bir kishi ayolini 100 qitim, hatto 1000 qitim taloq qilib yenisha oladi. Shuning bilan heliq ayol payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib bu ishni so'zlab berdi. Ondan Alloh qayta yarishqi bo'ldigan taloq 2 qitimdir degan oyatni nozil qildi. Ibn Jarir mu bu oyatning ma'nosi haqida yuqorida so'zlanganga o'xshash bayon qildi. Uningdan keyin xotinini chiroyli tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib o'tish lozim. Ya'ni sen ayolingni bir taloq yoki 2 taloq qilsang, u o'zining iddatining ichida bo'ladigan bo'lsa, munosabatni yaxshilash va uningga yaxshilik qilish niyati bilan uning bilan yarashib olish yoki uni qo'yib berish sening ixtiyorligingdadir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi ayolini 2 taloq qilsa, 3-chi taloqda Alloh taoladan qo'rqsin. Ya'ni u uni chiroyli saqlab yaxshi yashasin. Yoki uningdan ajrashib ketmoqchi bo'lsa, chiroyliqcha taloqini berib, uning haqqidan kichikkina bir narsani tutib qolmasin. Bergen to'yliqni qaytarilishning durust bo'lmaydiganligi. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tmaslik, Allah belgilagan xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollariga mehr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarilish durust emas. Ya'ni sizlarning ularga bergan to'yliqning hammasini yoki ba'zisini ulardan qaytarib olishinglar uchun ularga besim ishlatishinglar halol emas. Alloh bu haqda mundaq deydi. Agar sizlar ular, ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinining taloq etini elish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni u ayol o'z roziligi bilan to'yliqdan bir narsa bergan bo'lsa, uni olsa bo'ladi. Bergan to'yliqni qaytarib berish sharti bilan ayrilib ketish va to'yliqni qaytarib olish to'g'risida. Xotin yomonlashib qilib, ayol o'zining ustidagi erning huquqlarini ado qilmaydigan, uning eri bilan bir uyda yashash mumkinchiligi qolmagan darajada erini yomon ko'rib qolgan bo'lsa, u erning to'yliqini qaytarib bersa, uningga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ergimu to'yliqni qaytarib olganligi uchun hech qanday gunoh bo'lmaydi. Buning bilan ayol kishi taloq bo'lib ketadi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tmaslik, Alloh belgilagan xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollariga mehr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Ammo ayol kishining hech qanday sababsiz, ya'ni u kishi bilan ayrilib ketishiga hech qanday sababi yo'q turib, uningga to'yliqni qaytarib berish, to'liqni qaytarib berib, yo'ldishidan taloqini so'rasa, bu to'g'ri emas. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq deydi. Qaysi bir ayol eridan sababsiz taloqini so'rasa, u ayolga jannatning puri haromdir. Ibn Jarir bu oyat Sabit ibn Qays ibn Shimas va uning ayoli Habiba binti Abdullah ibn Ubay ibn Salul to'g'risida tushgan dedi. Imom Malik Habiba binti Sahl Ansorining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Habiba binti Sahl Sabit ibn Qays ibn Shimasning ayoli edi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni fajr namoziga chiqqanda Habiba binti Sahlning o'zining eshigi oldida turganligini ko'rib, "Bu kim?" dedi. U, "Ey Allohning payg'ambari, men Habiba binti Sahl" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Nim bo'ldingiz?" dedi. U, "Mening Sabit ibn Qays bilan bir uyda turishimning mumkinchiligi qolmadi" dedi. U
Şu arada Sabit binti Qays yetib keldi. Payg'ambar alayhisalom uningga Habiba binti Sahal qilishga tegishlik gapning hammani qildi. Dedi. Andin Habiba: "Ey Allohning payg'ambari, uning menga bergan to'yliqining hammasi qishimda bor", dedi. Payg'ambar alayhisalom Habibaning eriga: "Uningdan to'yliqni qaytarib olgan", dedi. U to'yliqni qaytarib oldi. Habiba o'zining ota-onasining qishiga ketdi. Ya'ni u ikkisi ajrashib ketdi. Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sabit ibn Qays ibn Shimasning ayoli payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, men uni diniy yoki axloqiy jihatdan ayblamayman, lekin islomda kufrlikni yomon ko'raman", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Uning to'yliqingiz uchun bergan xormilik beg'ini qaytarib beramsiz", dedi. "U ma'qul", dedi. Payg'ambar alayhisalom Sabit ibn Qays ibn Shimasqa bag'ni qaytarib, uning xetini bergan, dedi. To'yliqni qaytarib berib, xetini olgan ayolning iddati. Tirmiziy Rabi ibn Muavviz ibn Afroning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U Rabi degan ayol payg'ambar alayhisalomning zamonasida eriga to'yliqni qaytarib berib, uning o'rniga xetin olgan edi. Ondan uni payg'ambar alayhisalom bir hayz ko'rish bilanla iddatdan chiqishga buyurdi. Ammo 4 mazhab imomlarining ko'z qarashi bo'yicha u ayol iddatidan 3 hayz ko'rish bilan chiqadi. Allohning belgilamalaridan chiqib ketishning zulm ekanligi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. Ya'ni sizlarga yo'l qo'yib berilgan bu ishlar Allohning belgilamalaridir. Sizlar bu belgilamalariga xiloflik qilmanglar. Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq degan: "Allah nurg'unlagan belgilalarni belgilab berdi. Sizlar uningga xiloflik qilmanglar. Allah nurg'unlagan farzlarni bekitdi. Uningga sal qarmanglar. U nurg'unlagan ishlarni harom qildi. Uni qilib qolmanglar. Allah unutib qolganlikdan emas, balki sizlarga rahmat qilganlikdan nurg'unlagan narsalarning hukmini bayon qilmadi. Ya'ni u narsalarni halol yoki harom demidi. Sizlar u narsalar to'g'risida savol so'ramanglar. Biroqla 3 taloq qilishning haromligi to'g'risida. Yuqorqi qayta yarishishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir degan oyat bu so'z bilan 3 taloq qilishning harom ekanligini bildirdi. Uning harom ekanligi Nasa'iy rivoyat qilgan Mahmud ibn Labidning hadisidanmi ko'rvelishga bo'ladi. U mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalomga bir kishining ayoli 3 taloq qilganligi to'g'riliq xabar yetganda ochiqlangan holat qopib, "Men ichinglarda tursammi, Allohning kitobi bilan o'ynashamsizlar? Ya'ni men hayot tursam, sizlar Allohning kitobi Qur'onni o'yinchiqning o'rnida ko'ramsizlar?" dedi. Bir kishi o'rnidan turib: "Ey Allohning payg'ambari, men uni ayolini 3 taloq qilgan kishini o'ltirib o'taymi?" dedi. 3-chi taloqdan keyin ayoli bilan yarishishning durust emasligi to'g'risida. Agar uni, ya'ni xotinini 3 qitim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmagicha uning durust bo'lmaydi. Ya'ni bir kishi ayolini birinchi qitim va ikkinchi qitim taloq qilib bo'lgandan keyin 3-chi qitim taloq qilgan bo'lsa, u ayol haqiqatan uningga harom bo'lib ketadi. Boshqa erga tegmagicha, ya'ni boshqa bir er uni haqiqiy nikohlab ilib, uning bilan jinsiy munosabat o'tkazmagicha burunqi eriga halol bo'lmaydi. Agar uni bir kishi nikohlab olmay, qul o'rnida setib ilib, uning bilan jinsiy munosabat o'tkazgan bo'lsa-mu, u yana burunqi eriga halol bo'lmaydi. Shuningdek, u ayol haqiqiy nikoh bilan bir erga tekkan bo'lsa, u kishi
uning bilan jinsiy munosabat o'tkazmayla ayrilib ketgan bo'lsa, u ayol yana burunqi eriga halol bo'lmaydi. Bu haqda Imom Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomdan bir ayolni ilib, ondan uni 3 qitim taloq qilib o'tgandan keyin u ayol boshqa bir kishi bilan to'y qilib jinsiy munosabat o'tkazishdan burun ayrilib ketgan bo'lsa, u ayol o'zining burunqi eriga halol bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom uning ikkinchi eri uning bilan jinsiy munosabat o'tkazmagicha burunqi eriga halol bo'lmaydi deb javob berdi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men va Abu Bakr payg'ambar alayhisalomning yinida edik. Uning yiniga Qurayz qabilasidan Rufaining ayoli kirib mundaq dedi. Meni Rufai biroqla 3 taloq qilib o'tgan edi. Ondan meni Abdurrahman ibn Zubayr nikohiga oldi. Ammo uning jinsiy a'zosi kiyimining peshiga o'xshash ekan deb kiyimining bir peshini tutdi. Bu vaqtda Xolid ibn Said ibn Asqa ruxsat berilmay eshik oldida turadi. Xolid ibn Said: "Ey Abu Bakr, bu xotinni payg'ambar alayhisalomning oldida bundaq so'zlarni qilishdan to'smamsan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom pisingida kulib qo'yib, "Eliq ayolga, siz burunqi eringiz Rufai bilan yarishishni xohlaydigandek tursiz. Siz keyingi eringizning hasilini, keyingi eringizmi sizning hasilingizni tetimog'icha, ya'ni orliqinglarda jinsiy munosabat o'tkazilmagicha sizning burunqi eringiz bilan yarishib olishingiz durust bo'lmaydi" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim qatorliqlarmi yuqoriga o'xshash rivoyat qildi. Boshqa bir kishining ayoliga yo'l chiqarib berish uchun uni vaqtliq algan yoki ayoliga yo'l tepish uchun uni boshqa bir kishiga elib bergan kishilar la'nat bo'lganligi. Aslida bir er kishi bir ayol bilan to'y qilmoqchi bo'lsa, uningga chin qalbidan qiziqishi va uning bilan mangu birga yashashni niyat qilishi lozim. Agar to'y qilganda niyati burunqi eriga yo'l chiqarib berish bo'lsa, mana bu hadislarda ayblangan va la'nat o'qilgan kishidir. Agar nikoh qilganda o'zining u ayolni burunqi eriga yo'l chiqarib berish uchun oladiganlik uchun desa, ko'pincha olimlarning ko'z qarashicha u nikoh inovatlik bo'lmaydi. Imom Ahmad Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kishilarning badaniga bir narsa chekkuchiga va badaniga bir narsa chektirguchiga, choch ulug'ichiga va ulatquchiga, kishilarning ayollarini vaqtliq nikohlab yo'l chiqarib berguchiga va ayollarini boshqalarga nikoh berib yo'l topquchiga, jazoni olg'uchiga va jazoni berguchiga la'nat etdi. Hakim Nafi'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi Ibn Umarning yoniga kelib, uningdan bir odam eri 3 taloq qilib o'tgan ayolni uning bilan haqiqiy uy tutish uchun bo'lmasdan burunqi eriga yo'l chiqarib berish uchun olgan bo'lsa, keyingi olgan kishidan ayrilib bo'lgandan keyin burunqi eriga halol bo'lamdi deb so'radi. Ibn Umar: "U buningga o'xshash nikoh bilan olsa, u ayol burunqi eriga halol bo'lmaydi. Biz bu ishni payg'ambar alayhisalomning zamonasida zina deb sanaydik" dedi. Abu Bakr ibn Abu Shayba, Juzjani, Harbil Kirmani va Abu Bakr Asram qatorliqlar Qubays ibn Jabirdan Hazrati Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
mening yenimga kishining ayoliga yo'l chiqarib berguchi va yo'l chiqarg'uchi kelib qolsa, u ikkisini chalma kesak qilaman. Ya'ni u ikkisiga zinoning jazosini beraman dedi. 3 taloq qilingan ayolning o'zining burunqi eriga qandoq chaqda halol bo'lganligi. Keyingi uni taloq qilgandan keyin, ya'ni uni haqiqiy nikoh bilan olgan ikkinchi eri uning bilan jinsiy munosabat o'tkazib bo'lgandan keyin taloq qilib etsa, iddatini to'shqizib, burunqi bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni ayol bilan burunqi eri agar ular Allohning belgilamalariga rioya qila oladiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, ya'ni u ikkisi yaxshilikcha yashasa. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Agar u ikkisi o'zlarining nikohini haqiqiy nikoh deb o'ylasa deganlik bo'ladi. Bu Allohning belgilamalaridir-ki, ya'ni Allohning shariatlari va uning hukmlaridir. Allah uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga pam yetadigan qavm uchun bayon qiladi. Ya'ni ro'shanlashtirib berdi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 230-oyatigacha angladinglar. Oxirini keng xitamliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va oxiru da'vana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.